Salom, hurmatli kitobxon. Tasavvur qiling, oddiygina uzuk sizni butunlay boshqa bir olamga, mo'jizalar dunyosiga olib ketishi mumkin. Isoqjon Nishonovning Sehrgarning uzugi aynan shu sarguzasht haqida yozilgan. Bu shunchaki fantastika emas, bu o'zgaruvchan dunyoda inson bo'lib qolish, do'stlik va jasorat haqida hikoya hisoblanar ekan. Kitobni o'qirkansiz, har bir sahifasida o'zingizni qahramonlar bilan birga his qilasiz. Agar siz ham hayotingizni biroz sehr va yangi tuyg'ular qo'shmoqchi bo'lsangiz, ushbu asarni albatta mutolaa qiling. Sehr aslida uzukda emas, qalbingizda ekanligiga amin bo'lasiz.